Sochida o'zbekistonlik yigit yong'in vaqtida ona va bolani qutqardi. Rossiyaning Sochi shahrida ko'p qavatli uyda yong'in chiqqanida surxondaryolik Sherzod Namozov ona va bolasini qutqarib qolgan. ChatGPT endi tibbiy va yuridik maslahat bermaydi. OpenAI kompaniyasi ChatGPT chatbotidan foydalanish shartlarini yangiladi. Toshkentda erkak birovning mashinasini olib qochdi. U bu ishga puli qolmagani uchun biror narsa o'g'irlab tirikchilik qilish maqsadida qo'l urgan. Isroil endi falastinliklar chorvasini yo'q qilmoqda. G'arbiy sohilning Taqo shahrida Isroil fuqarolari 6 qo'chqorni vahshiylarcha o'ldirgan va bir nechtasini tosh bilan jarohatlagan. Hatto ba'zilarining ko'zlarini pichoq bilan o'yib olgan. Tojikiston 100 so'monilik yubiley kupyurasini taqdim etdi. Mamlakatda milliy valyutaning 25 yilligiga bag'ishlangan 100 so'monilik yubiley banknota muomalaga kiritildi. Rossiyada Telegram va WhatsAppdan foydalanish cheklandi. Rossiya mobil operatorlariga Telegram va WhatsAppda akkaunt ochish uchun kerak bo'lgan SMS va qo'ng'iroqlarni to'xtatish bo'yicha norasmiy topshiriq berilgan. AQShda dinozavr mumiyolari topildi. Topilma shu qadar yaxshi saqlanganki, hatto teri tuzilmasi va yumshoq to'qimalarning izlarini ham ko'rish mumkin. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.